Pishyaptimi ovqating? Ha, pishyapti. Go'shtni hammasini sovordim. Hammasini? Doston aka, keyingi safar hidlanmagan go'sht olib keling. Hidlanmagan go'shtni yarim kilo olsangiz ham odam mazza qilib yeydi. Iye? Nimaga menga tuhmat qilyapsan? Men juda ham yaxshi go'sht olib kelganman. O'zing ehtiyotsizlik qilib hidlantirib qo'ygansan. Keyingi safar ehtiyot bo'l. Mayli. Go'sht qo'ya tur. Ana yetimxonadan chiqayotganingda davlat sizlarga uy berar ekan-a? Yoki pul berar ekan. Senga uy bermagan, demak, pul berishgan, to'g'rimi, katta? O'sha pul qayerda? Tushunmadim. Qanaqa pul aytyapsiz? Voy, qog'oz pul qanaqa pul bo'lardi? Pul nimadan bo'ladi boshqa? Shu pullar qayerda? Tog'amnikida bir muddat yashagandim. Onam rahmatlining ukasi. Shu sababli pulimni tog'amga berganman. Tog'am o'zlari xohlagan mashinalariga qo'shganlar u pulni. Hammasini berib o'rganmisan? Nima, sen jinni bo'lganmisan? Shuncha katta pulni indamasdan tog'angga berib o'rdingmi? Tog'am-ku, begona emas-u. Davlat oyma-oy qancha pul berardi sizlarga? Ha, avval berardi, hozir bermaydi. Hozir biz davlat vasiyligidan chiqqanmiz. Nimaga o'zi Doston aka? Pul kerak bo'lyaptimi? Demak, pulni hammasini tog'angga berib o'rgansan. Oyma-oy davlat pul bermasa senga uying yo'q. Bo'lmasa nimaga uylandim senga men? Tushunmadim. Siz nimalar deyapsiz? Shunda meni pul uchun olganmisiz? Bo'lmasa nimaga oladi? Er-xotin bir-biriga yordam beradi-yu bunda. Tog'am Rossiyadan kelsalar, qaytarib beradilar o'sha pulni. Ey! O'sha bedarak yo'qolib ketgan tog'ang nimani berardi senga? Qayerdan beradi u? Tirikmi, o'likmi noma'lum-ku. Qayerdadir qoyani tagida qor bosib o'lib yotibdimi, Xudo biladi. Tog'am haqida unaqa demang. Nima dey? Meni yagona jigarim bo'ladi, qarindoshim. Ey, asabimni buzma, menga gap qaytarmagin. Ko'zingga boshingni tiqib qo'yaman. Yo'qotaman seni. Nimalar qilyapsiz? Yo'qol uyimdan. Qo'yib yuboring. Ey, nega uyga kirding? Nega kirding? Iltimos urmang, iltimos. 2 daqiqa vaqt beraman senga. Yo'qol uyimdan, tushundingmi? Yo'q, Doston aka, meni haydamang. Men qayerga boraman, Nega haydamayman, nima qilaman seni? Boshimga uramanmi? Men tushunmayapman, meni aybim nima? Axir nima gunoh qildim sizga? Meni ko'zimdan yo'qol deyapman sen tekin tomoqqa. Katta pulni berib yuborgan bo'lsang, tog'angami qayoqqadir? Senga oyma-oy pul kelmasa, uying bo'lmasa nima qilaman sen tekin tomoqni? Adashdim. Onamdan aytganini qilsam bo'lar ekan. Davlat boqib oldi degani, meni bir umr boqish kerak degani emas-ku, Doston aka. Nega bunaqa kalta fikrlisiz? Harakat qilsangiz o'sha pulni o'zingiz bemalol topa olasiz. Ey, menga aql o'rgatma. Aqlingni pishirib ye. Senga kartoshka berishardi. Qayerdan olarding uni? Menga kartoshkani qayerdan keltirib berishligini bilmayman. Menga berishardi. Men sotardim. Pullik berishardi menga. Doston aka, iltimos, nima qilmoqchisiz? Yo'qotaman uydan. Bildingmi? Yo'qotaman. Axir meni sevaman deb uylangansiz-ku menga. Men sendan foyda bo'ladi deb o'ylangandim. Haydang, iltimos. Nimaga baqir-chaqir qilyapsan? Nimaga xafa qilyapsan? Mana uni basharasiga O'zingni bos. qarasam asabim buzilyapti. Muomalangni to'g'ri qil. Xafa bo'lmang. Tekin tomoq. Men o'zim gaplashib qo'yaman. Oldimga tush. Nimaga urishasan xotiningni? Ahmoq, nega urasan? Nega urasan, ha? Men eshitgandim. Oyi, mana shularga, yetimlarga davlat pul beradi deb. Mana pulni berib o'rgan, hech voqa yo'q endi. Avval yaxshilab surishtirish kerak. Rostdan pul keladigan joy bo'lmasa, keyin o'ylab ko'ramiz. Ey ona, buni haydash kerak. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. O'zi to'yga ham hech narsa pul sarflamaganmiz. Tug'ilgan kunday qilib o'tkazib o'rganmiz. Yutqizmaymiz hech narsa. Ahmoq.
agar erim shu sababdan meni haydadi deb arz qilsa, nima qilasan? Bunaqalarni davlat qo'llab-quvvatlaydi. Nima bo'lsa bo'ldi. Endi pul bo'lsa bo'lmasa shu uyda yashaydi. Oldinroq o'ylash kerak edi. Mana shu sho'rpeshanalarni qo'llab-quvvatlashga davlat ham tayyor. Nima qonunlarni men yaratibmanmi? Xullas shu gap. O'zi gapira olmaydigan bo'lib chiqib ketmaguncha meni xizmatimni qilib shu uyda yashaydi. Tamom. Ey oyi. Boshqa yo'li yo'q. Ustingdan yozmasligi uchun hech narsa qilma dema. Uni qanaqaligini hali bilmaymiz. Qo'rqoqmi, botirmi? Oldin bilaylik. Shunga qarab ish qilamiz. Sochimizga saqich yopishtiryapmiz-da. Ha, undan battar qildik. Yo'q. Xullas, ertaga ko'chaga chiqarib yubor. Pul topib kelsin. Bo'pti. Men asablarimga dam beray. Bugungi ishimiz ham o'xshamadi. Negadir hech kim bugun kartoshka ham olmadi. Shunaqa ham bo'lib turadi. Nahotki meni ichimda yana bir hayot paydo bo'ldi. Bundan oldingi bolam paydo bo'ldi-yu tushdi. Birov bilmadi ham, so'ramadi ham. O'zim yondim, o'zim kuydim. Yaratganning marhamati bilan yana homiladorman. Men kimgadir kerakli insonga aylanaman. Ishongim kelmayapti.